endi duo qabul bo'ladigan paytlar bor-ku. Ana shu paytlardan biri og'iz ochishdan oldin ekanda endi. Qo'lini ochib duo qilar ekan. Farzandlariga ham qo'lini ochirib qo'yar ekan. Hatto turmush o'rtog'iga ham aytar ekan, siz ham men aytaman, amin deb turasiz. So'rar ekan, yo Robbil alamin. Sendan yolvorib so'raymiz. Bizga bir uy bersang-da. U uyni yonidan bir daryo oqib turgan bo'lsa, uylar yo'q ekanda. Bir faqir oila ekan. Allohim bizga bir uy ber va u uyni yonidan daryo oqib turgan bo'lsin deb duo qilar ekan. Keyin turmush o'rtog'i aytibdi, uy endi bu bir mulk, bir ehtiyoj. Buni tushunsa bo'ladi, lekin daryosiga nima bor? Bu Arabistonda bo'lgan voqea, rostdan bo'lgan voqea. Bu Arabistonda, bu qayerda ko'rding yonidan daryo oqib turgan bu sahrolarda? Qayerda ko'rding sen u narsani? Bir aqlga sig'adigan narsalarni so'rabiysanmi? Deb ozgina dakki beribdi. Ayol aytdi, yo'q. Alloh istasa sahroning ichidan ham daryoni chiqarib qo'yaveradi. Allohga buni hech nimasi yo'q. Deb boyaga nima deydi? Ikki oyog'ini bir etiga tiqib deydi xalqimiz. Xuddi shunday qilib 30 kun tinmasdan Allohim bizga bir uy bergin, u uyni yonidan daryo oqib turgan bo'lsin deb nima qildi endi? Duo qildi. 30 kun o'tibdi, turmush o'rtog'i aytibdi, nima bo'ldi? Duo qabul bo'ldimi? Qani uy debdi-da endi. Ayol aytibdi, shoshmay turing. Allohim va'da qilgan. Sizlar ehtiyojlarni mendan so'ranglar. Duo qilib, samimiyat bilan, chin dildan, ishonch bilan so'rasalaring albatta beraman degan Alloh. Men so'radim, men vazifamni bajardim. Men hozir ham so'rayapman. Butun samimiyatim bilan, butun borlig'im bilan buni bilamanki, Alloh menga, bizga bu uyni berishi. Shavvol oyining 6-kuni turmush o'rtog'i asr namozidan chiqib uyiga qarab ketayotsa, Riyod shahridan bir boy badavlat odam yo'lini to'sdi. Aytdi, birodar, men juda Alloh mol-mulk bilan siylagan odamman. Otamni ham siylagandi. Bir uyimiz bor edi Riyozda. Bir qismi meniki edi, bir qismi otamniki edi. Otam vafot etdi. Shu otam vafot etgan uyni kimgadir bermoqchiman. Bir ehtiyoj bor bir odamni topib bermoqchi edim. Shuning uchun yo'limdan kim uchrasa, birinchi shunga beraman deb niyat qildim va qarshimdan siz uchradingiz. Bu yerda bir nima bor? Noziklik bor. O'ziga to'q va odam balki unday deb niyat qilmagandir. Yo'limdan uchragan birinchi odamga beraman deb niyat qilmagandir, balki qilgandir. Men buni bilmayman. Lekin bu yerda bir odob borki, sizni ko'rinishingizdan uyi yo'q odamga o'xshaysiz. Shuning uchun sizga berdim deyishga istihola qilib, qarang, bunday deyotgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni odamlar bir-biriga hatto bir yaxshilik qilmoqchi bo'lar ekan, juda nozik bo'lish kerak. Yaxshilik qabul qiluvchini sindirmaslikka harakat qilish kerak. Bu ozgina bir lirik chekinish bo'ldi. Voqeada davom etamiz. Xullas kalom, agar buni shunchaki tekinga olishga g'ururingiz yo'l qo'ymasa, boshqa qilmasa, vijdoningiz yo'l qo'ymasa yoki o'zingizni bir noqulay his qilsangiz, mayli qanchaga qurbingiz yetsa, shuncha bersangiz bo'laveradi debdi. Juda arzimagan bir pul berishdi-da, endi yonlarida hozirgi pulga hisoblaganda bir $2000 atrofida chiqadigan pul berib, boyagi hovliga, Riyod shahridagi hovliga oilasi bilan ko'chib borishdi. Ayol aytarmish, ana aytdim-ku sizga, yo'lda ketar ekan. Aytdim-ku, Alloh beradi dedim-ku, qarang, kutmagan joyimizdan berdi deb uyga borishibdi, xursand bo'lishibdi, lekin uyni yonida nimasi yo'q ekan, daryosi yo'q ekan. Ayol bu yerini tushunmabdi.
rostdan o qadar hayratlanibdiki, uyni yonida daryo yo'qligidan o qadar hayratlanibdiki, bo'lishi mumkin emas, qanday bunday bo'lishi mumkin?